Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan arab tilidagi ba harfi bilan tanishib chiqamiz. Arab tilida ba harfi 4 ko'rinishli bo'ladi. Alohida holati ikki katagida yozamiz. Mana alohida holati ostida bitta nuqtasi bo'ladi. Endi so'z boshi mana so'z o'rtasi esa mana so'z oxiri shu holatda bo'ladi. Hozirda sizlar bilan yozishni o'rganib tursak, yozib bo'lgandan so'ng o'qishni ham o'rganamiz. Ba harfining ko'rinishlari xuddi shunday, ya'ni alohida ko'rinishi so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri.